Oygul dugonajon, erim kasalxonaga tushib qolgan. Ha, ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Yengil yurak xurujini boshdan o'tkazibdilar. Xo'p, rahmat, bo'pti. Kechirasiz. Siz bilan tanishmasmizmi? Yo'q. Nega unaqa deyapsiz? Erimni olib ketgan ayolga juda ham o'xshar ekansiz. Hatto ovozingiz ham o'xshaydi. Yoki adashdimmi? Yo'q. Eringiz kichik yurak xurujini boshdan o'tkazibdilar. Shunda siz stressda bo'lgansiz. Odamga o'xshaydi-da. Sizga o'xshab men ham xo'jayinim oldiga keldim. Sizchi? Men erim bugun tushdilar. Sizni xo'jayinizchi? Anchadan berimi? Yo'q, meniki ham bugun tushganlar. Eringizga juda ham jonkuyarga o'xshaysiz. Qattiq sevasizmi deyman? Ha. Lekin erim meni ko'proq sevadilar. Sizchi, siz eringizni sevasizmi? Balkim sevarman, balkim unday emasdir. Mayli, meni qo'ying. So'raganim uchun uzr. Xo'jayingiz bilan qanday tanishgansiz? Ishxonada tasodifan. Lekin yetarlicha romantikalari bor. U kunlar hayotimdagi eng esdan chiqmas baxtli kunlarim. Bir-birimizni ko'rganimizdayoq yoqtirib qolganmiz. To'g'ri, men boshida yoqtirib qolganimni aytmaganman. Qachon menga dil izhor qilganlardan keyin yoqtirganimni aytganman. Men esa xo'jayinimni sovchilikka kelganlarida ko'rganman. Kuyov ham kelgan edi. Bir-birimizni ko'rib, yaxshi ko'rib qo'yganmiz. Keyin ertasi kuni darvozamni tagida katta bir gul bilan kutib turibdilar. Mana shundan keyin to'yimiz bo'ldi. Mana shu kunlar eng baxtli kunlarimiz bo'lsa kerak. Aytganchi, sizning to'yingiz qachon bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Meni to'yim juda ham kichkina bo'lgan. Lekin mana 6 yil bo'ldiki, doim yonimdalar. Meni ko'zlarimda baxtni ko'rish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qiladilar. Deyarli uyda ovqatlanmaymiz. Maxsus taomlar buyurtiramiz. Meni juda avaylaydilar. Hattoki uyga xizmatkor olmoqchi bo'ldik. Men esa ko'nmadim. To'g'rirog'i, erimni rashk qildim. Tushunarli. Bir-biringlarni rashk qilar ekansizlar. 1-2 marta chegaradan chiqib, ortlardan nazorat qilishga o'tdim. Bu esa ularga yoqmadi. Bir kun yonlariga o'tkazib, xavotir olma. Meni ko'zlarim sendan boshqasini ko'rmaydi dedilar. Sen majbur qilsang ham men boshqasiga qaramayman dedilar. Hech kim seni bir tola sochingga ham arzimaydi dedilar. Shundan keyin rashqimga qo'ydim. Men esa xo'jayinimni ishlari ko'p. Doim xizmat safarlarida yuradilar. Ba'zi kunlari bir-birimizni ham ko'rmay qolamiz. Tug'ilgan kunlarimizni ham birga o'tkazmaganmiz. Xo'jayinim meni rashk qilmaydilar. Men ularni rashk qilaman, chunki ularni juda ham yaxshi ko'raman. Eringiz juda xudbin odam ekan. Endi sizlar yoshsizlar. Romantika, sevgi, muhabbat, sevgi izhorlari juda ko'p bo'ladi. Xo'jayiningiz siz bilan teng bo'lsalar kerak. Yo'q. Lekin yoshlariga nisbatan yosh ko'rinadilar. Bu nima deganingiz? Xo'jayiningizni boshqa oilasi bormi? Savoliga tutganim uchun uzr, bilasiz-ku. Ikkita ayol bo'lsa, dardlashadi, suhbatlashadi. Yo'q, ajrashganlar. Oldingi ayollari juda ham befarq ekan. U kishini qadriga yetmagan, o'ziga qaramaydigan didsiz ayol ekan. Shunaqa bir beparvo ayol ekanki, o'ziga ham, bu kishiga ham e'tibor bermagan ekan. Menga doim seni uchratdim-u, hayotim o'zgardi. Haqiqiy hayotni mana endi ko'rdim dedilar. Mana endi rostdan ham yashayapman. Sen bilan nafas olayotganimni his qildim dedilar. Shunaqa gaplar. Odil Mahkamovning xotini kim? Men. Mahkamovning ayoli. Men bilan yuring. Hozir.
ba'zida birgina mana shu men degan so'zni aytish bo'g'zingni kuydirib yuborar ekan.